Ko'pgina holatlarda qo'ldagi jarohatlar va sinishlar bilan bemorlar travmatologiya bo'limlariga murojaat qilinadi. Rentgen tekshiruvdan so'ng bilak va yelka sohalarida katta ehtimol bilan sinishlar aniqlanadi. Bemorlarga maxsus gips bog'lamlari yoki bintli qattiq bog'lamlar qo'yiladi va bemorlarda kichkina e'tiborsizlik yoki vrach ko'rsatmasini o'z vaqtida qilmaslik tufayli jiddiy oqibat, ya'ni Folkman kontrakturasi yuzaga kelishi mumkin. Folkman kontrakturasi bu qanday kasallik? Assalomu alaykum. Folkman kontrakturasi bu qo'lning bilak kaft bo'g'imidan bukilgan turg'un kontrakturasi bo'lib, kaft va barmoqlarning tirnoqsimon deformatsiyalarini rivojlanib borishi bilan va yozishda aktiv va passiv harakatlarni keskin cheklanishi bilan kechadigan murakkab patologik holat hisoblanadi. Kasallik 1881-yilda nemis jarrohi Richard von Folkman tomonidan yozib o'tilgan. Kasallikni kelib chiqish mexanizmi quyidagicha. Compartment sindrom. Bunda jarohatdan so'ng bilak mushaklarini o'rab turuvchi fassia, ya'ni kompartment ichida bosim hosil bo'ladi. Mushaklar, qon tomirlar va nervlar siqiladi. Mushaklarda ishemiya va nekroz holatlari yuzaga keladi. Crash, ya'ni uzoq muddat ezilish sindromi. Bunda zilzila yoki avtoavariyalar oqibatida qo'l va oyoqlardagi maxsus qismlari og'ir yuklarning orasida uzoq vaqt qisilib qoladi. Natijada mushaklarda ishemiya va nekroz holatlari yuzaga keladi. Suyak sinishlari, bilak va yelka suyaklarini sinishi, ayniqsa yelkaning pastki qismidagi do'mboqlar aro sinishlar. Bu sinishlarda qon tomir va nervlar jarohatlanadi va ishemiya yuzaga keladi. Arterial tomirlarning jarohati, qattiq gips bog'lami va bintlash holatlari. Jarohatda gips langeta qo'yganda siqib qolish holati yoki shish rivojlanish oqibatida gipsning ichiga qo'l sig'may qoladi. Natijada shish yana rivojlanadi va mushaklarda ishemiya kuchayadi. Kasallikni patogenezi. Turli xil yuqoridagi etiologik omillarning natijasida bilak sohasining to'qimalarida shish yuzaga keladi. Natijada bilak fatsiyasi, ya'ni kompartment orasida bosim oshadi. Bu bo'shlig'idagi bosim 30 mm simob ustuniga yetganda qon tomirining ichidagi bosim bilan tenglashadi. Buning natijasida fatsiya bo'shlig'idagi bosim qon tomirining ichidagi bosimdan ustun kela boshlaydi. Natijada qon tomirlari qisila boshlaydi. Natijada tomir ichidagi suyuqlik to'qimalar aro qismga o'ta boshlaydi. Shish yana rivojlanadi. 6-8 soat davomida bilakni fatsiyasi, ya'ni kompartment ichidagi bosimni 30 mm simob ustunidan baland bo'lib turishi, bilakni bukuvchi mushaklari, kaft oralig'i mushaklari, tirsak va oraliq nervlarini to'liq zararlaydi va ishemiya natijasida mushak va nervlarda nekroz yuzaga keladi. Keyinchalik mushak orasiga biriktiruvchi fibroz to'qima o'sib kira boshlaydi. Buning natijasida shu sohada turg'un bukuvchi kontrakturalar rivojlanadi. Kasallikni belgilari: bilak va barmoq sohalarida kuchli og'riq, ayniqsa og'riq barmoqlarni yozgan harakatlarida kuchayadi. Shu sohalarda shishning rivojlanishi, barmoqlarni bukilgan holatlarga kelishi, kaft va barmoqlarda tirnoqsimon deformatsiyalar, kaft va barmoqlarda sezgilarning pasayishi va shu sohada mushakni kuchini kamayish holatlari va teri rangining oqarishi va teri haroratining pasayish holatlari kuzatiladi. Kasallikni 3 ta bosqichi mavjud. O'tkir bosqichi bu jarohatni birinchi sutkasidan boshlanadi. Kuchli og'riq bilan boshlanadi. Palpatsiyada og'riq kuchayadi. Barmoqlarda harorat pasaygan va teri rangi oqargan bo'ladi. Terida yaltiroq shishlar vujudga keladi. Arterial puls kuchsiz seziladi. Kasallikni reaktiv
tiklanish bosqichi. Bu bosqichda bo'g'im funksiyasi buzilgan bo'ladi. Barmoqlarda tirnoqsimon deformatsiyalar va kaft falanga bo'g'imi yozilgan holatda bo'ladi. Barmoqlarni yozish harakatlarida kuchli og'riqlar yuzaga keladi va kasallikni rezidual bosqichi. Bu bosqichda bilak mushaklarida to'liq atrofiya holatlari, teri yupqalashgan, nam va sovuq bo'ladi. Tirnoqlar qatlamlashadi va yoriladi. Kasallikning diagnostikasi. Yuqoridagi klinik belgilarining borligi, qon aylanishini baholash testlari o'tkaziladi. Puls tekshiriladi, kapillyar to'lish vaqti aniqlanadi. Ya'ni barmoq tirnog'i shifokor tomonidan 5 soniya bosib turiladi, keyin qo'yib yuboriladi. Normada barmoqning rangi 2 soniya ichida tiklanadi. Undan o'tsa ishemiya deb baholaniladi. Teri holatini baholash testi. Teri rangi oqargan va harorati pasaygan bo'ladi. Nevrologik statusni aniqlash. Barmoqlarda sezgi pasaygan bo'ladi. Uyushish va karaxtlik holatlari kuzatiladi. Barmoq harakati va mushak kuchi kamaygan bo'ladi. UZI dopplerografiya tekshiruvi. Bilak sohasida qon aylanishini buzilish belgilari kuzatiladi va yana kompartment bosimini o'lchash usuli qo'llaniladi. Bu maxsus qurilma yordamida bilakni kompartment, ya'ni fatsial bo'shliq sohasiga igila kiritiladi va manometrda bo'shliq ichi bosimi ko'riladi. Normada bosim bo'shliqda 0 dan 10 mm simob ustunigacha bo'ladi. 20-30 mm simob ustuni bu shubhali va 30 mm simob ustundan baland bo'lsa kompartment sindromi deb baholanadi. Va bu holat bilakda fassiotomiya amaliyotini bajarishga ko'rsatma bo'ladi. Rentgenografiya usuli suyaklardagi sinish holati va suyak bo'laklarini turish holatlari baholaniladi. Elektroneyromiyografiya tekshiruv usuli. Bunda mushak va nervda o'tkazuvchanlikni baholash usuli hisoblanadi. Kasallikni davolash. Kasallik erta bosqichlarda gips va bintli bog'lamni bo'shatish, qo'lni yurak sathi balandligida osish va kompartment sindromida shoshilinch fassiotomiya va lampas kesmalarini o'tkazish, kechki bosqichlarda fizioterapevtik davo muolajalari, davolovchi gimnastikalar, maxsus artezlar qo'llash va jarrohlik amaliyotlari, paylarni uzaytirish, paylarni ko'chirib o'tkazish va kontrakturani bartaraf qilish amaliyotlari o'tkaziladi.